Mana qarang, yedirib turgan, kiydirib turgan, tug'diradigan va inshaalloh sizni savlatingiz, mahramingiz, inshaalloh sizga Allohning bergan panohi bo'lgan erkakdan ko'chada shikoyat qilgan ayol Alloh taoloning qahriga uchrar ekan. Endi shularni qilmasa unda boshqa gap. Ana. Erkakchi deyilsa payg'ambarimiz alayhisalom erkakga aytdilar. Tug'ib beradigan, kirini yuvadigan, oshini pishiradigan, uyini supuradigan, ona otasiga rahm qiladigan xotinni aybini ko'chaga chiqib etsa, u erkak ham qarangki, erkaklik sinovdan o'tolmabdi dedilar. Shuning uchun bir-biriga libos. Xotin qarangki, ayb qilganda erkak yopuvchi libos. Ayb qilganda xotin yopuvchi libosga aylanar ekan. Fatima Zahro onam bir kuni yotganmishlarda, qornilarida bola, qo'llarida bolamish. Endi shunaqangi bir qiyinchilik vaqtlar kelibdiki, 3 kundan beri quruq suv ichamishlik, ichlariga hech narsa kirmasmish. Tinkalari qurib shunday osilib qolganlarida Hazrat Ali peshonalarini silab turib, "Ey azizam, shuncha yo'qchilik ko'rasan, shuncha qiyinchilik ko'rasan uyimda. Biron marta chiqib otangdan bitta kulcha so'ramaysan, yo bir aybimni yetmaysan. Har doim kelsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qorningiz to'qmi? Jonim qizim, eniz butmi desalar, Allohga shukr, uyim tinch deb yerga qarasalar, payg'ambarimiz alayhisalom hammasini bilib, sezib, qizlarini sabriga tasanno qilib o'tirar ekanlar. Endi o'sha kunlardan bir kun yana shunaqa yiqilib qolgan paytlarida Fatima bugun bir narsa topib kelmasam, bolayam och, o'zing ham och qolasan debdilar. Hazrat Ali shunday eshikni ochib, "Ey Alloh, senga tavakkul qildim. Ayol duo qil. Ayol duo qilsa eriga beradi" deb ko'chaga chiqib ketibdilar. 3 qadam yursalar yerda yaraqlab turgan qizil tangaga ko'zlari tushib qopti. Ali qizil tangani yerdan ko'tarib olibdilar-da, yugurib bozorga boribdilar. Bitta meshda un beribdi. Ali unni olib kelibdilar-da, ayollariga bersalar, ayollari bitta tog'oraga suv solib, Aliga undan xamir qoribdilar. Yana hadisda davomida aytadilar Hazrat Ali, Allohga qasamki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Fatima shunchalik ochlikdan tillasi qurigan ediki, hatto xamirni qorib turib boshi bilan tog'oraga qarangki, urilib ketardi degan ekanlar. Peshona sochlari xamir bilan bitta bo'lib tushib turardiki, jasadni ko'tarib turishga kuchlari yetmagan ekan. Mana. Endi hozirgilarga shuni solishtirsangiz, go'sht yeyotgan, saryo yeyotgan, qarangki, yaxshi taom yeyotganlarga solishtirib tursangiz, 3 kun yedirib, 1 kun yedirmagan eri doston qilsa, Alloh taoloning qahriga uchrab qolishi mumkin ekan, deb Alloh asrasin. Endi Xudoning qudratini qarang. Borib haligindan chalpay qildilar-da, Fatima onam davolga suyanib, chalpay qildilar-da, qizitib turib toshni o'choqning ichiga tosh qo'yib turib, haligi tosh bilan bitta qilib chalpaylarni yoqib chiqibdilar. Yog' yo'q, boshqa narsa yo'q, quruq chalpay. Haligini hillab bollari bilan yebdilar. Hazrat Aliga beribdilar-da, 4 tasini bir dasturxonchaga tugib berib, otamga ham olib boring, jonim fido bo'lsin, negadir ko'zim oldidan o'tib ketdilar debdilar. Hazrat Ali 4 ta hali chalpayni tugib otalarining oldiga olib kelib, qizingiz Fatima berib yubordi, jonim sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam desalar, buni sarmoyasini qayerdan olding debdilar. Yerdan topdim, yo'ldan topdim ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar bugun olib kelmasam ayolim yiqilardi endi deganlarda, oldilariga surib qo'yib, sizlar yeyveringlar, bu rizq sizlarga atalgan, menga zarurat emas debdilar. Va Xudoning qudrati bilan keyinchalik Hazrati Ali bilsalar, bu tangani Alloh taolo Jibroil alayhisalomdan o'sha yer yuziga Hazrati Alining eshiklariga qo'yib ketishni amr qilgan ekan. Lekin hatto shu ahvolda ham hayotda yashab, 2 ta farzandni tug'ib, 30 ga kirmasdan orqalari bilan bitta o'rimsoch, 2 ta yonoqlari qip-qizil, go'zallikda tengsiz bo'lgan Fatima onam dunyodan o'tayotganlarida, "Ey ayolim, mendan rozimisan?" deb so'raganlarida, "Alloh rozi bo'lsin. Menga ko'rsatgan kuningizdan mingdan ming roziman" debdilar. Hazrati Ali, "Alloh seni sabringga, menga inshaalloh biron marta ko'zimga tik qarab so'z etmaganingga jannatda hadya qilsin" deb o'zlari qarangki, muborak qo'llari bilan qabrga topshirgan ekanlar. Shunda qabrga qo'yayotganlarda qabrga yetibdilar. "Ey qabr, chiroyli muomala qilgina, senga payg'ambarning qizini, choriyori ayolini, shahidlarning onasini olib keldim" deganlarda qabrdan sado chiqib ketgan ekanki, "Ey Ali, menga hamma barobardir" degan ekan. Payg'ambarning qizi bo'lgan taqdirda ham dunyoda nima amal qilib kelgan bo'lsa, o'sha amalini ko'raveradi degan ekan qabr. Mana. Endi Sirot ko'prigi tig'dan o'tkir, qildan ingichka bo'lar ekanda, tagidan jahannam o'ti yonib turar ekan.
70 ming yillik o'ra ekan. Bitta toshni shunda tashlab yuborsangiz, chiqib ketib 70 ming yildan keyin ovoz kelar ekan. Ana shuni ustidan o'tishlik hammamizning peshonamizda bor ekan. Shundan o'tayotganda savol-javob boshlanar ekan. Iymondan, namozdan, ro'zadan, ayol kishi avratidan, qarangki inshaalloh zakotidan agar badavlat bo'lsa, hajidan so'ralib bo'linsa, bandalarni so'rog'i boshlanar ekan. Sirotdan o'tib kelayotgan erkak zoti birinchi bo'lib, otamas, onai zoring rozimidi ey erkak deb savol berilar ekan. Qarang, sirotdan o'tib kelyapti. Hali ota bor. Misol uchun so'ralsa bo'ladigan yedirgan ota buvalar bor, yo'q. Onai zoring rozimidi ey erkak deb javob qilinar ekan. Agar qaysi erkakdan sirotning boshida turgan onasi men roziman Alloh yeganidan yedirdi, kiyganidan kiydirdi, siylay rahim qildi, Allohim jannatga daxil qilgin desa, erkakga yashin tezligida jannatga qovush nasib qilar ekan. Uning uchun ona ham duogo'y bo'lish kerak ekan-da. Lekin sirotdan xotin kishi o'tsa-chi, iymondan, namozdan, ro'zadan hammasidan boy yetganimdek so'ralib bo'ladi. Ayoldan birinchi bo'lib ota ham emas, ona ham emas, jufti haloling, erkaging rozimidi degan savol yangilar ekan. Xoh tirik bo'lsin, xoh o'tib ketgan bo'lsin, qancha oldin uni farqi yo'q ekan. Sirotning narigi boshida turgan erkak, Allohim yashagan umrimdan rizoman, ko'rsatgan rahmiga, oqibatiga, ayblarimga libos bo'lganiga, tug'ib bergan farzandlariga, xonadonimni poklik bilan obod qilganiga deb guvohlik bersa, ayol yashin tezligida jannat bilan qovushar ekan. Lekin hatto ilm olib ilm bergan taqdirda ham, gapayda o'zim ham qo'rqib ketaman shu narsadan. Eri rozi qila olmasa, qilgan dunyodagi jamiki sayyi harakatlari essiz bo'lib qolar ekan. Shuning uchun qizlarimizga Allohim hidoyat bersin. Hammamiz ayolmiz avvalamboshi Alloh rozi bo'ladigan, payg'ambarlari alqiydigan, ona otamiz rozi bo'ladigan, juftlarimizni rozi qiladigan, inshaalloh bolalarimiz bizdan farzand rizoligi bilan rozi bo'ladigan ona bo'lishlikni nasib etsin. Xudoyim inshaalloh uyi farishtasi ham ayol bo'ladi, uyi kulini ko'kka sovurguvchi ham ayol bo'ladi. Soliha ayol payg'ambarim alayhisalom aytdilar, erkakning dunyoda berilgan yarim jannati bo'ladi dedilar. Qaysi erkakga namozxon, pokdamon, qalbiga malham bo'ladigan, eriga og'ir so'z etmaydigan, rohatli ayol uchrasa, jannati yarmini yerda o'tibdi, qolgan yarmini u dunyoda oladi degan ekanlar. Qaysi erkakning sinovi, imtihoni, qarangki Xudo ko'rsatmasin, behayo, qarangki badfe'l, hech nafsi to'ymaydigan ayolga uchrasa, do'zax yarmini yerda o'tibdi o'sha erkak degan ekanlar. Qiyomat kuni azobini teng yarmiga yengillashtirib berar ekan, dunyodagi ayol istamagan. Er ham o'z navbatida shunaqa. Xayrli erkak ayolining jannati, xayrsiz erkak dunyodagi ayolning uqubatiga aylanar ekan. Shuning uchun yigitlarimizga pok nafsli bo'lishi, inshaalloh hidoyatda, namozda qoyim bo'lishini, ayoliga rashkli, hamiyatli bo'lishini nasib etsin. Ayollarimizga boriga qanoat qilishni, hayoni, erga bo'ladigan itoatni, xonadonni inshaalloh obod qilishlikni sharaf deb bildirsin. Xudoyim haq taolo bugungi yetilgan sunnatlarga hammamiz amal qilaylik. Unga amal qilganlar espaslik va kambag'allikdan forig' bo'lar ekan. Allohim shu rahmatni hammamizga